tayyor remontdan chiqqan 2 xonali uyimizni metro Megaplanetga 5 minutlik yo'l, xonlarimizni alohida fransuzskiy planirovka отдельный xodda joylashgan. Umumiy maydonimiz ham 64 kvadrat metr. Yunusobod 4-kvartalga keldik. 2 xonali uyimiz sotuvga chiqdi. 4-etajda joylashgan 9 etajli domimiz. Orientirimiz esa Pasportniy Sol ko'chasi. Xo'p, kirishimizdan prixoshkamizda keng stroniy shkaflarimiz qilinmagan. O'ng qo'limizda birinchi spalniy xonamiz boshida, отдельный xodimizda har doim xonlarimiz keng. Bu xonamizning razmeri salkam 3 metrga, salkam 5 metr. Bu yerda esa zal xonamiz joylashgan. Faqatgina shu egalari bitta mana shu balkonimizning romlarini almashtirmagan ekanlar. Qolgan hamma joyda remontlarimiz tayyor, shundoq kirib yashaydigan uy. Bu xonamizning razmeri esa 5 metrga 6 metr. Sanuziyalarimiz razdельный. Bu yerda mana hammomimiz joylashgan. Bu yerlarni ham chiroyli qilib dekorplastli qilib qo'yishdi. Bu yerda esa mana hojatxonamiz. Bu esa oshxonamiz. Oshxonamiz ham kompaktli. Bemalol stol qo'yib ovqatlanib o'tirsanglar bo'ladi. Xolodilnikga joylab tashlab ketilingan. Narxini esa uy egalari 71500 deb aytishyapti. Lokatsiyamiz juda ham yaxshi. Kvartiramiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.